Hayot kodi qanday ishlaydi? Har bir tirik mavjudotning hayoti maxsus kod DNKda yozilgan bo'ladi. DNK bu barcha genetik axborotni saqlovchi molekula. U ikkita spiral shaklda bo'lib, har bir hujayraning yadrosida joylashgan. RNK esa DNKdagi axborotni nusxalab oladi va uni hujayra zavodiga olib boradi. Farqi shundaki, RNK bitta spiral shaklda bo'ladi va DNKdan ajralib axborotni tashuvchi rolini o'ynaydi. Odam tanasida taxminan 30-40 trillion hujayra bor. Har bir hujayrada o'sha insonga xos bo'lgan DNK nusxasi mavjud. Bu juda katta ahamiyatli va hayratlanarli. Sizning har bir qismingizda, hatto barmoq uchingizdagi hujayrada ham sizni to'liq yaratilish rejangiz saqlangan. DNK ikkita spiraldan iborat bo'lib, ezoterik nuqtai nazardan u hayotning abadiyligi va energiyaning doimiy harakatini ifodalaydi. Ya'ni spiral ilohiy energiyaning yerga tushish modeli sifatida ko'riladi. DNK o'zi dinamik, ya'ni hayot davomida tashqi va ichki ta'sirlar ostida o'zgaradi. Ruhiy uyg'onish, sevgini kengaytirish yoki aksincha qo'rquv va og'ir hislar ham DNKni shakllantiradi. DNKni nafaqat tana uchun, balki o'tmish tajribalari, ruhiy bilimlar va nasliy energiya dasturlarini ham saqlaydi. Xo'p, asl DNKmiz qanday bo'lgan? Nega biz har bir kurslarimizda aslingizni uyg'otishga qaratyapmiz va asl DNKni uyg'otishga qarayapmiz? Ezoterik manbalarga ko'ra, odamzodning boshlang'ich DNKsi 12 ipli bo'lgan va bu orqali insonlar kengroq ongga ega bo'lgan, telepatik muloqot qila olgan, o'zini shifolash qobiliyatiga ega bo'lgan, energiya va materiyani boshqarish qobiliyatiga ega bo'lgan, yaratuvchi bilan to'liq bog'langan bo'lgan. Buni bilish uchun o'tmishdagi buyuk mutafakkirlar hayotiga qarashingiz yetarli. Biroq insoniyatning qulash davrida ma'lum bir kuchlar tomonidan odamzodning DNKsi sun'iy ravishda qisqartirilgan va bloklangan. Shundan so'ng 12 ipdan faqat 2 ip aktiv holatda. Ruhiy qobiliyatlar deyarli yo'qolgan, inson o'zini faqat jismoniy tana deb biladigan darajaga tushib qolgan. Xavf, qo'rquv, urush va ayrilish energiyasi kuchaygan. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, so'nggi yillarda butun dunyo bo'ylab ko'plab insonlarda DNKning uyg'onishi va yangi iplarning aktivlashuvi sodir bo'lmoqda. DNK iplarining har birining roli haqida eshitishga tayyormisiz? Bu sizga qiziqmi? Keling, unda davom etamiz. Ezoterik nazarlarga ko'ra 12 ta DNK ipi har biri ma'lum bir ruhiy va insoniy qobiliyatlar bilan bog'langan. Keling, qisqacha ular haqida aytamiz. Birinchi, bu fizik tananing hayotiy kuchi. Bu tana salomatligi va jismoniy kuch. Hozirgi odamlarning faqat 1-2 ipi faol bo'lgani uchun ko'pchilik faqat shu darajada yashaydi. Ikkinchi, bu emotsional tananing tuzilishiga javob beradi. His-tuyg'ular, intuitiv sezgilar yaxshi ishlasa, inson o'z hislarini sog'lom boshqaradi. Uchinchi, bu aqliy va fikrlash qobiliyati. Bu mantiqiy tafakkur, tahlil qilish, jismoniy dunyoda omon qolish uchun ishlatiladi. To'rtinchi, bu ilohiy iroda va qalb quvvati. Haqiqiy ichki qudrat va ilohiy maqsadga yo'naltirilish. Bu ip uyg'onganda inson o'zining yuqori maqsadini anglaydi. Beshinchi ip, bu tug'ma shifokorlik va energetik shifo qobiliyati. Ya'ni bunaqa insonlarni energetik shifolay oladi va hozirgi kunda butun dunyoda bunaqa insonlar juda ham ko'p. Ular energetik muvozanatni tiklay oladi. Oltinchi, bu tug'ilgan ruhiy bilimlar va o'tgan hayotlarini eslay oladi. Ular reinkarnatsiyalarni, avvalgi hayotlarini yodga oladi. 7, bu kengaytirilgan sezgi organlari.
bu telepatiya bo'lishi mumkin. Fikrdan fikrga axborot uzatish, boshqalarning hislarini bevosita sezish. 8. Bu fikrni moddiylashuvi. O'z xohishini va niyatini tezda hayotga olib chiqish qobiliyati ochiladi. 9. Bu kosmik ong bilan bog'lanish. Yulduzlar, boshqa olamlar bilan, yuqori sivilizatsiyalar bilan aloqa. 10. Bu ilohiy tasavvur va ilhom. Yaratilish va mavjudotning ilohiy rejasini idrok etish. 11. Yuqori darajadagi ruhiy tanishuv va birlik. Bu hamma mavjudot bilan yagona ruhiy aloqaga kirishish. Va 12. Bu oliy jamoaviy ong bilan birlashish. Bu DNK uyg'onganda to'liq uyg'onish, yagona sevgi va nur oqimiga to'liq kirish boshlanadi.